Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan jami umumiy yer maydoni 1,5 gektarga joylashgan 13 ta boksi bo'lgan. Har bir boksiga 100 tonna meva va sabzavot saqlaydigan meva saqlash ombori sotiladi. Sizlarga qisqacha video obzorini ko'rsatib beramiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, realni ko'rib tepasida kelishamiz deyishyapti. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Sizlarga qisqacha video obzorini boshladik. Bu xolodilnigimizning ichki ko'rinishi. Bu xolodilnigimizda bokslardan qatorasiga 13 ta boks chiqqan. Bu har bir boksimiz bu 100 tonnadan yuk oladi. Qatorasiga 13 ta boks. Bularni albatta rivojdan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xolodilnigimizning ichki ko'rinishi. Har biri 100 tonnadan polniy bir oziq-ovqat, meva yoki sabzavot saqlashingiz mumkin. Polni 13 ta ratimiz ham har biri shu shaklda 100 tonnalik sig'im deb aytishyapti. Tayyor biznes, misol qiziqqan insonlar kelib, shaxsan realni ko'zlari bilan ko'rib, xarid qilishliklari mumkin. Bu meva va sabzavotlar saqlash omborimizning oxirgi rat ko'rinishi. Oxirgi tarafimiz, oxirgi joyimizda kattagina qismimiz mavjud. Bu kirish nolovoy qismi, meva va sabzavotlarning nolovoy qismidagi xonamiz. Ichlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu nolovoy xonamiz, shu 13-xonamiz. Sizlarga bu joyimizni, qolgan joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyimizni orqa qismida teplitsamiz ham mavjud. Bu joyning orqa qismida teplitsamiz. Bu teplitsamizni uzunasiga 95 metr, eniga 10 metr. 10 metrga 95 metr teplitsamiz ham mavjud. Bu joyni albatta yerdan foydalanishni bilgan insonlar uchun yaxshigina foydalansa bo'ladigan joy. Bo'lsa korobka sex bo'ladi. Korobka mahsulotlarini ishlab chiqaradigan seximiz va bu korobka seximizning o'zini stanoklari. Bu joyni albatta olib xarid qilib yuritsalaring bo'ldi. Bu joyni stanoklari bilan tayyor turgan mana korobka seximiz ham mavjud bu joyimizda. Korobka seximizdan chiqqanda stanogimiz asosiy motorlari bu joyga shu sex xodimlari uchun dam olish xonasi va ovqatlanish xonasiga moslab qurilgan obyekt. Bu xolodilnigimizni boshida ko'rsatgan issiqxonamiz. Bu joydan ham отдельный tashqariga ko'cha tarafga asosiy katta yo'lga chiqish darvozamiz mavjud. Qolgan qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu joydan ham tashqariga darvozamiz bor, oldida etajli binomiz bor. Bu joyimiz albatta ofis uchun mo'ljallangan. Shu jami mana shu meva saqlash omborimizni holatiga 2 etajli bu joyni ofis qilsa bo'ladi. Bu joyda bitta katta xonamiz, bu joyda umumiy sanuzelimiz, bu joyda ham bitta kattagina xonamiz mavjud. Bu joyda umumiy sanuzelimiz mavjud. Va bu joyda ham kattagina xona va ro'parada ham xonamiz mavjud. Albatta bu ofisimiz katta yo'lni bo'yida joylashgan. Tashqaridan ham kirish qismimiz mavjud bunga. Ofisimizga ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkinchi etaj qismimiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda Euro remont o'ziga xos uslubda uzungina koridor. Ikkinchi etajga chiqqanimizda ro'para qismimizda oshxonaga mo'ljallangan bitta xonamiz mavjud. To'g'rida yurganimizda chapda yana bitta kattagina xonamiz. Euro remont holati kattagina xonamiz va bu xonamizni o'zini sanuzel dushovoylari bilan o'zini barcha qulayliklarga ega xonamiz. Bu xonamizning oldida yana bitta o'ziga xos uslubda remont qilingan, o'ziga xos dizaynda remont qilingan yana bitta xonamiz mavjud.
va to'g'rida bitta bu joyda ham yana bitta xonamiz mavjud. Albatta ikkinchi etaj qismida har bir xonamiz o'ziga xos remonti bilan, dizayni bilan odamni o'ziga jalb qilib turadigan joylari mavjud. Bu xonamiz ham kattagina, kenggina. Bu xonamiz ham polni yevro remontdan chiqqan holatda. Va ro'parada bitta kichikroq xonamiz mavjud. Bu xonamizda ham barcha qulayliklari bor. Sanuzel, dushovoy barcha qulayliklariga ega xonamiz. Endi boshqa taraflarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda kirish qismimiz bu umumiy xolodilniklarda o'rtasi va korobka seximizning oldida yana qo'shimcha 3 ta xolodilnikka mo'ljallangan yangi qurilishimiz bor. Albatta ichki qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Katta 3 ta yana qo'shimcha o'zi 13 ta 100 tonnalik xolodilnikimiz mavjud bo'lsa, bu joylarimiz bu joyga yana qo'shimcha 100 tonnalikdan yana 3 ta qo'shiladi. Jami 16 ta 100 tonnalik xolodilnikimiz mavjud bo'ladi. Bu joyimiz shu korobka sex bilan umumiy xolodilniklarimizni o'rtasida joylashgan joyimiz. Endi qolgan joylarni obzorini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu meva saqlash omborimiz asosiy kirish darvozaxonasi bo'lsa, kirish darvozaxonamizning oldida kattagina omborimiz mavjud. Kattaligini ko'ryapsizlar, juda katta bo'lgan omborimiz mavjud. Bu omborimizning oldida bitta albatta qorovulxona qilsa bo'ladigan joyimiz mavjud. Примерно uzunligi 90 metr oshiq bor bu omborimizning uzunligi. Albatta tayyor sharoitdagi omborimiz. Endi bu omborimizning yonidagi xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu omborimizning yonida ham kattagina omborimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan ko'rishliklaring mumkin. Bu omborimiz oldida yana bitta ombor yoki birorta boshqa maqsadlarda foydalansa bo'ladigan bu joyda ham kattagina xonamiz mavjud. Albatta tomini yopsa bo'ldi holatda bo'lib turishibdi. Endi umumiy joyimizda kirganda qorovulxonamizni ko'rsatamiz va umumiy yer maydonlari va narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kirish qismimizda umumiy qorovulxonamiz mavjud va bu joyimizda nazorat kameralarimiz, kuzatuv kameralarimiz mavjud. Bu joyga kirganimizda bu joyimiz oshxona va alohida xonalari mavjud va albatta bu xonalarni ham har qanday maqsadda foydalansalaring bo'ladi. Endi umumiy hovlimizni obzorini boshladik. Endi umumiy meva saqlash omborimizni mana hovli qismi, bu tarafda polniy o'sha mevalarni saqlash 13 ta boks bo'lgan, har bir 100 tonnalik bo'lgan meva saqlash omborimiz. Bu nariga boshida o'sha 3 ta yana qo'shimcha yangi qurilay turgan omborimiz mavjud. Ro'para qismida korobka seximiz mavjud va to'g'ri qismda 2 etajli ofisimiz va kirishda bu qismimizda 3 ta omborxonamiz mavjud. Va asosiy darvozadan kirganda qorovulxonamiz, kamera xonalarimiz mavjud. Umumiy yer maydoniga keladigan bo'lsak, 1,5 gektar yer maydoniga ega. Albatta qurilishimizni ham ko'rib turibsizlar. Tayyor biznes. Buni ko'cha tarafdagi ko'rinishlarni ham ko'rsatib o'tamiz albatta. Hozir ko'cha tarafda yo'lga, o'ngligi, yo'lga udobniylik holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatgan teplitsamiz bu umumiy 13 ta boks meva saqlash omborimizni orqa tarafida joylashgan. Ko'rsatgan teplitsamiz albatta katta yo'lni bo'yida joylashgan. Lokatsiya yaxshi joyda joylashgan bu joyimiz. Meva saqlash omborimiz katta yo'lni bo'yida, mana katta yo'lni bo'yida, ro'parada Qo'qonboy svetofor joylashgan. Katta yo'lni bo'yida mana burchakda joylashgan, to'rtburchak shaklda joylashgan. Bu kirish yo'li bo'ladi. Asosiy kirish darvoza ro'para qismida bo'ladi. Va bu joydan ham kirish darvoza qismimiz mavjud.
meva saqlash omborimizda где-то bir 4 ta kirish darvozasi mavjud va katta yo'lni bo'yiga nisbatan mana katta yo'lni bo'yida birorta bir savdo kompleks qilishlik uchun yo'l bo'ylab uzun naves ham qilib qo'yishgan. Bu joyni albatta har qanday maqsadda foydalansa bo'ladi. Mana ikkinchi asosiy darvozamiz. Mana примерно bir 100 metr uzunlik atrofidagi navesimiz, shu katta yo'lni bo'yida joylashgan navesimiz. Albatta bu joyimiz ham bu omborimizni balansiga kirgan joy. Rasxodlari o'ziga xos, o'ziga yarasha rasxod ketgan bu joyga. Albatta video davomida bu joyda nimalar mavjud, har bir qurilishi, har bir joyini ko'rsatib o'tamiz. Bu ofisga mo'ljallangan joyimiz. Albatta bu joyga tashqaridan ham, ichkaridan ham kirsa bo'ladi.